Viloyat davlat arxivi fondi noyob qo'lyozma, qimmatli va boshqaruv hujjatlari, shaxsiy kelib chiqishga oid manbalar va fotohujjatlar bilan boyitilgan. Ularni saqlashning ham o'ziga xos uslubi bor. Hozirgi lavha ayni mavzuda tayyorlangan. Mamlakatimizning arxiv fondi bir asrdan ortiq tarixni o'zida aks ettiradi. Sohada takomillashgan tizim yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Arxivning faoliyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, 4 ta asosiy yo'nalishni ta'kidlash kerak. Bular hujjatlarni jamlash, hisobga olish, saqlash va ulardan foydalanishni amalga oshirish hisoblanadi. Viloyat arxividagi noyob qo'lyozmalarning eng qadimiysi 1911-yilga tegishli vaqf hujjatlari hisoblanadi. Moddiy texnik bazani rivojlantirishga ham davlat arxivida ko'plab e'tiborlar qaratilmoqda. Bu nafaqat byudjet mablag'lari, byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan ham moddiy texnik bazani rivojlantirishga shu e'tibor qaratilyapti. Endi viloyat davlat arxivi faoliyati va undagi hujjatlar to'g'risida to'xtalib ma'lumot beradigan bo'lsak, bu viloyat davlat arxivi shu viloyatdagi eng tarixiy hujjatlarni saqlaydigan dargoh hisoblanadi. Endi davlat arxivlari qoidasi bo'yicha 1917-yilgacha bo'lgan hujjatlar noyob hujjatlar sirasiga kiritiladi. Hujjatlar o'zi 3 turga bo'linadi. Noyob hujjatlar, alohida qimmatli hujjatlar va Milliy arxiv fondi hujjatlari, boshqaruv hujjatlariga bo'linadi. Bu 1917-yilgacha bo'lgan mana shu viloyat davlat arxivi 123-son fondida 1911-yildan boshlanuvchi hujjatlar mavjud. Keyin alohida qimmatli hujjatlar, bular 14 mingta alohida qimmatli hujjatlar mavjud. Bugungi kunda 207 ming jami hujjat mavjud viloyat davlat arxivida va 7700 dan ziyod foto hujjatlar mavjud. Noyob va qimmatli hujjatlarning elektron nusxasini yaratish orqali ularning aslini saqlash mumkin. Viloyat davlat arxivida raqamlashtirish jarayonlari Germaniyadan olib kelingan texnikalar yordamida amalga oshirilmoqda. Viloyat davlat arxivi va oliy ta'lim muassasalari hamkorligida qator yangi loyihalar ham yaratilmoqda. Tarixiy hujjatlari asosida professor, o'qituvchilar va soha xodimlari ko'plab ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Bu kabi ishlar arxiv fondining qimmatliligini yanada oshirib, yangi muvaffaqiyatlarga yo'l ochadi.